energetika vazirini senatda chiqishlarini ko'rib, menda shunaqa tushuncha paydo bo'ldiki, demak kelgusida bosqichma-bosqich gazdan voz kechilib, elektr energiyasiga o'tiladi, uylar elektr energiyasi bilan isitiladi. Demak, ovqatlar plitali elektr energiyasida bo'ladi. Endi menda shunaqa tushuncha paydo bo'ldi. Agar shunaqa bo'lsa, bitta savol tug'iladi. Nima uchun biz gazdan voz kechishimiz kerak? Nima uchun? Nima uchun odamlar uyni arzonga isitish mumkin bo'lgan paytda qimmatga isitish kerak? Nima uchun? Mana Norvegiya misol keltirilibdi, savol bermayapti-da hech kim. Men hayron qoldim. Senatorlarimiz mana shu joyda ham savol bersa bo'ladi-ku. Norvegiyada oylik olayotgan odam oyligining qancha foizini energetika resurslari uchun sarflaydi, bizda qanchasini sarflaydi degan savol bersa bo'ladi-ku. Keyin bu o'zi gazimiz bo'lsa, nima uchun biz endi elektr energiyasiga o'tishimiz kerak? Xitoyliklar suvdan gaz sifatida foydalanishmoqda. Xitoyliklar mana shunday apparat bilan suvdan olov chiqarishmoqda. Bunda suvni yoqayotganga o'xshaydi, lekin yonayotgan suv emas. Bu apparat suvni vodorod va kislorodga ajratadi. Chiqqan vodorod esa gazga o'xshab yonadi. Eng zo'r tomoni, uyni isitish uchun ham foydalansa bo'ladi. Nima deb o'ylaysiz? O'zbekistonda ham foydalansa bo'ladimi? Gazni o'rniga suv ishlatasiz. O'zi 1 yilga 4 litr suv ishlatar ekan. Istanbulga borganimizda qurilishni qanaqa qilib qulaylashtirib, qanaqa qilib tez qilib, qanaqa qilib sifatli qilish uchun yangi g'oyalarni olib kelganmiz. Bulardan bittasi esa uyning isitish tizimi. Ya'ni kachol, ruhkontani kacholning o'rniga biz shunaqa kachol olib kelganmizki, dunyoda analogi bo'lmaydigan bir kachol. Ya'ni gazni o'rniga suv bilan ishlaydi. Bu kacholimizni birinchi bo'lib O'zbekistonga olib kelyapmiz. O'zi dunyoda yangi bir g'oya. Ishlash jarayoni esa faroz qiling, kacholingiz bor, faqat gaz ishlatmaydi. Suvni kislorod va vodorodni ajratadi, yoqadi, faroz qiling, yana kislorod va vodorodni birlashtiradi, yana ajratadi, yana yoqadi, yana ajratadi va shunaqa sirkulyatsiya qilib 1 yiliga maksimum 3-4 litr suvni xarajat qiladi. Bo'ldi. Radiatorlarga agar o'zini bir moyasi bor, o'shani qo'ysak, 30 soniyada 95% issiqlikni beradi. Ya'ni uyni sirkulyatsiya qilib kutish shart emas. Bu radiatorimiz ham alohida boshqacha bir ishlab chiqarilgan. Radiatorning ichida suv yurmaydi, faqat mana yuqorisida va pastki trubalarda yuradi va qarang, buni ichida suv to'ldiramiz, 12 litr suv ketadi buni ichiga va 1 yil davomida 4 litr yoki 5 litr suv xarajat qiladi. Bo'ldi, bunga gaz ulanmagan, выхлопной nimamiz yo'q orqa tomondan. Bunda qanaqadir is gazi, ugar bunaqa narsalarimiz yo'q, faqat suvga ulangan. Bu masalan kuxnyaga yoki dushovoyga chiqadigan trubamiz. Radiatorni qo'ysa bo'ladi, teplый polni qo'ysa bo'ladi va hammomda, kuxnyada issiq suv bilan ta'minlaydi. Faqat elektr tarmoqqa ulab qo'ysangiz bo'ldi. Bu tok bilan, elektrik tarmoqlari bilan bir katta rasodli emas, ekonomichni. Agar hovlilaringiz yoki boshqa bo'lsa, solnechniy batareya qo'ysangiz, umuman tekinga aylanadi. Bizning loyihamizdan u olgan mijozlarimizga taklif qilamiz. Tezda sotuvni yo'lga qo'yish kerak.